Bugungi videomiz bu aritmiyasi bor bemorlarni qiynagan savollarga javob berishdan iborat. Ya'ni operatsiyadan keyin qaytalanish bo'ladimi, bo'lmaydimi degan savol bor. Albatta har bitta muolajadan keyin qaytalanish xavfi bor. Bu faqat bizning sohada emas, qolgan joylarda ham shunaqa. Bu faqat O'zbekistonda emas. Germaniyada ham, Amerikada ham operatsiya qildirib qaytalanish foizi bo'ladi. Shuning uchun butun dunyoda bu foizlar qo'shilib, ya'ni tadqiqot qilinib, tadqiqot asosida buni foizda ko'rsatkichlari chiqqan. Sizlarga qisqacha aytib o'tmoqchiman. Agarda sizni bezovta qiladigan aritmiya bitta joydan chiqayotgan bo'lsa, buni ertaga qaytalanish ehtimolligi 3% dan 5% gacha. Agar sizni bezovta qiladigan aritmiyani o'chog'i ko'p joydan chiqadigan bo'lsa, buni qaytalanish ehtimolligi 20% dan 30% gacha bo'ladi. Ya'ni 100 ta kasaldan 30 tasida muammo qaytalanishi mumkin operatsiyadan keyin. Demak, bitta o'choqli muammolarni hal qilish osonroq hisoblanadi. Qaytalanishning sababi nimada? Qaytalanishning asosiy sababi bu o'sha o'choqning chala kuyganligida. Ya'ni o'choq chala kuysa, ertaga o'sha o'choq qayta ishlashi mumkin. Agar o'choq to'liq kuysa, bu hech qachon qayta uyg'onmaydi. Chala kuyishni bir nechta sabablari bor. Demak, birinchi ko'p uchraydigan sabablardan biri bu o'sha o'choqning xavfli nuqtalari, ya'ni xavfli joylarda joylashganligi. Bu qayer bo'lishi mumkin? Bu demak, o'zining yuragining simlari, ya'ni o'tkazuvchan simlari o'tgan. O'sha simlarning yonida joylashgan bo'lsa, biz chuqur kuydiradigan bo'lsak, simlarni bloklab qo'yishimiz mumkin. Yoki yurakning devorlari qalinligi bo'yicha har xil. Qalin joylari bor, yupqa joylari bor. Ba'zan o'choqlar o'sha yupqa devordan chiqsa, biz bu yupqa devorni chuqur kuydiradigan bo'lsak, bemorni просто tak teshib qo'yishimiz mumkin. Demak, mana shunaqa asoratlar bo'lmasligi uchun biz bunaqa sohalarni yuzaroq kuydiramiz. Yuzaroq kuygandan keyin ba'zi bir bemorlarda bu qayta 1 oy, 2 oydan keyin uyg'onishi mumkin. Ikkinchi bo'lishi mumkin bo'lgan sabablardan biri bu yurakning tuzilishi, ya'ni anatomik tuzilishi. Anatomiya hammada har xil. Mana anatomiyam sizniki bilan farq qiladi. Shuning uchun demak, normal yurak tuzilishi bor. Bu asosan 60-70% bemorlarniki normal bo'ladi. Bir xil bemorlarda yurak vertikal joylashgan, ya'ni tikkasiga joylashgan bo'ladi. Bir xil bemorlarda, ya'ni semiz bemorlarda yurak gorizontal joylashgan bo'ladi. Shu sababli yurak demak yoki u yoqqa yoki bu yoqqa siljigan bo'ladi. Siljiganda demak biz o'zimiz xohlayotgan nuqtagacha, ya'ni aritmiyani o'chog'ini qayerdanligini bilamiz, lekin o'sha nuqtagacha yetib bora olmasligimiz mumkin. Bu ham demak anatomik tuzilish ham bizga xalaqit qiladi o'choqni to'liq kuydirishimizga. Va uchinchi sabablardan biri bu xirurgning malakasi. Agar xirurgimiz yuqori malakali bo'lsa, ya'ni ko'p operatsiyalarni o'tkazgan bo'lsa, demak aytgan joyga yetib boradi. Chunki yurakni o'ynab turgan yurakning ichida elektrodlarni mohirona u yoqdan bu yoqqa yurgizish bu hammani ham qo'ldan kelmaydi. Endi boshlagan xirurglarda bunaqa navbatlar bo'lmaydi. Shuning uchun bu xirurglarda effektivlik pastroq bo'ladi, asoratlar foizi ko'proq bo'ladi. Xirurg qancha ko'p operatsiya qilaversa, shuncha yurakning ichida bemalol yuradi. O'zini uyida yurganda yurakning ichida yuraveradi. Shu sababli aritmiyani qaytalanish ehtimolligi kamroq bo'ladi. Bu ham demak, bu aritmiyani qaytalanishiga ta'sir qiladigan asosiy faktorlardan biri hisoblanadi.